asosiy haqiqatni aytaymi sizlarga? Agar bugun hammasini boshdan boshlash imkoniyati berilsa, yana shu yo'lni tanlarmidingiz? Havo. Hech ikkilanmay ha deb javob beraman. Bu yo'l mashaqqatli yo'l. O'zi ta'lim sohasi oson soha emas. Bundan tashqari har bir sohaning o'zining qiyinchiligi bor, lekin ustozlik eng qiyin yo'l men uchun. O'zim fikrimcha ustozlik eng qiyin yo'l. Sababi ustoz har bir sohaning mutaxassisini tarbiyalovchi shaxs hisoblanadi. Ta'lim sohasiga kirib kelganimda endi hisoblasak 26 yil bo'ldi. Shunday vaqtlar bo'lgan. Hamma narsadan charchab ketgan vaqtlar bo'ladi. Har taraflama muammolar birdaniga keladi. Har taraflama bosim birdaniga keladi. Lekin shunday vaqtda 26 yil bo'lgan bo'lsa, shu 26 yildan buyon o'quvchilarni bir marta shu qo'lni ko'ksina qo'yib assalomu alaykum ustoz degan vaqtda hamma narsa esimdan chiqib ketgan. Ya bo'lmasa shuning o'quvchilarimni oliy o'quv yurtlariga kirgan vaqtdagi quvonch ko'z yoshlarini ko'rish men uchun bir eng katta baxt bo'lib, hamma narsa yodimdan chiqib ketgan. Bir narsa menga hamma ilhom berib kelayotir. Bir o'quvchining muvaffaqiyati bir oilani kelajakini va muhitini o'zgartirib berishi. Bir oddiygina dehqon oilasidan keldi o'quvchi va dehqon oilasidan kelib ilmiy jihatdan ko'p yutuqlarga erishdi. Va shu oilada oliy o'quv yurtida o'qiydigan talabani paydo bo'lishi oilani kelajakini va muhitini o'zgartirib beradi. Aytasim bor lekin shu narsa. Eng ilhomlantiradigan va men shu eng ortiga qarab yuradigan yurishime kuch bo'ladigan narsa bu. Shu biror bir o'quvchini, farzandni ilm yo'lida erishgan yutuqini ko'rib, ota-onaning roziligi va quvonchi. Men shu ilm yo'lida erishgan har bir yutuqimni ota-onamga ko'rishni istadim. Menga eng katta kuch beradigan narsa shu. Men har bir o'quvchini yutuqini, oliy o'quv yurtiga qabul qilganini ko'rib, har bir erishgan yutuqimda Allohimga ming shukr va ota-onamga hamma opajonim, akajonim sizga ming rahmat meni oliy ma'lumotli qilganingiz uchun va ustozlik kasbini yo'naltirib, shu kasbni tanlaganda menga yordam berib, shu oliy o'quv yurtlarida o'qitganim uchun men hammaga rahmat aytaman. Lekin bu kunlarimni ko'rmadilar. Erta bu dunyoni tark etdilar. Lekin menga katta dars berib ketdilar avvalambor. Lekin ota-onamdan keyin meni shu yonimda hamma men uchun hamma sharoitni yaratib beradigan bu meni xo'jayinim. Hamma qo'llab-quvvatlab kelayotirlar va shu yo'ldan biz birga yurib kelayotirmiz. Har bir yutuqimda, shu maktabni har bir yutuqimda xo'jayinimni o'rni katta. Meni asosiy maqsadim har bir oilada, har bir ota-onani hamma farzandi o'qimishli bo'lsin. Hammasi ilmli bo'lsin. O'zini farzandlarini yaxshi tarbiya berib keladi. Ilmli ota-ona o'zini farzandlarini yaxshi tarbiya berib keladi. To'g'ri, ilm kerak, lekin ilmli bo'lish uchun avvalambor tarbiya asosiy o'ringa egallaydi. Shuning uchun tarbiya va ta'limni deng olib borgan maskan rivojlanuvchi maskan hisoblanadi. Agar menga shunday bir imkoniyat berilsa, yana qaysi kasbni tanlaradingiz degan imkoniyat berilsa, hech ikkilanmay shu ustozlik kasbini tanlagan bo'lar edim. Sababi men uchun eng qadrli bo'lgan his-tuyg'u bu ota-onaning ishonchi va quvonchi. Eng asosiy haqiqatni aytaymi sizlarga? Meni tan olishim kerak bo'lgan va aytishim kerak bo'lgan eng katta haqiqat